Zebur 53. Munaccat. Ahmaklar öz ko'nglida Xudo yo'q der. Aslida ular razil, buzuqlardir. Ulardan birmu to'g'ri yo'lda mang'uchi yo'qdir. İnsonga nazar salar Parvardigor arshalaodin bormudu deb manga talpingan birer aql ulardin. Amma ular buzilgan bo'lib, pasiq ozg'uvchi, hatto ularning birmu emas to'g'ri yo'lda mang'uchi. Bilmasmu acaba Xudoning borligini pasiqla? Ular bulab xalqimni nondek izib yeb yutar, asla duo tilovat qilmas Xudoga ular. Basar ularni shuncha kuchlik vahima, hatto hech bir qo'rqinch yo'q edi. Chunki ey Isroil, yanchivitar Xudo seni qo'rshavga og'allarning ustixonlarini sen darvaqa uyatda qoldirsan ularni, chunki Xudo rad qilgandir yomonlik qilg'uvchilarni. Siyondan chiqib kelsa edi nijotlik Isroillarga. Yaqub avlodlari shodlanar, Isroillar cho'mar xo'shallikqa. Xudo asoratdagi xalqini hurlikka chiqarganda.